Rossiyada yana reydlar o'tkazildi. Itlar, maxsus kuchlar, qochishlar, ammo qonunbuzarlar kutilganidek ko'p emas. Gruziyada navbatdagi reyd vizasi yo'q yokida muddatni buzgan muhojirlar hibsga olindi. Moskva viloyatidagi avtobusda boshlangan janjal fojia bilan tugadi. Rossiyada tibbiy ko'rik qoidalari keskin kuchaytirilmoqda. Soxta tibbiy ma'lumotnoma endi 8 yilgacha qamoqqa olib borishi mumkin. Rossiyada muhojirlar oqimini org-nabor orqali boshqarishni rejalashtirishmoqda. Samara viloyatida muhojirlar uchun ish joylari deyarli yopilyapti. General o'limiga sabab bo'lgan teraktda O'zbekiston fuqarosi uchun hukm o'qildi. O'zbekistonlik muhojir yonib turgan uyga kirib, inson hayotini saqlab qoldi. Novosibirskda savdo markazida favqulodda holat. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Kaliningrad viloyatida joylashgan sabzavot omborida migratsiya qonunlariga rioya etilishini tekshirish maqsadida keng ko'lamli politsiya reydi o'tkazildi. Operatsiyada politsiya, maxsus kuchlar, kinologlar, xizmat itlari bilan va yo'l politsiyasi ishtirok etdi. Tekshiruv vaqtida ayrim migrantlar qochishga uringan, ba'zilari omborlarda yashirinishga harakat qilgan. Ammo asosiy raqamlar shundan dalolat beradiki, 169 kishidan atigi 9 nafarigina noqonuniy bo'lib chiqqan. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас собачка понюхает, мы выйдем. Да ради бога, мы не боимся собак. Стой! Документы где? Xulosa oddiy, keng ko'lamli reyd har doim ham ommaviy qonunbuzarliklar degani emas, lekin hujjatlar har doim tartibda bo'lishi shart. 2026-yil 17-yanvar kuni Gruziya Ichki ishlar vazirligi migratsiya departamenti noqonuniy muhojirlarga qarshi reyd o'tkazdi. Natijada 14 nafar chet el fuqarosi hibsga olindi. Sabablar: belgilangan muddatdan ortiq qolish, viza yoki boshqa qonuniy asoslarning yo'qligi. Hibsga olinganlar orasida O'zbekiston, Tojikiston, Bangladesh, Turkiya va Marokash fuqarolari bo'lgan. Gruziya rasmiylari bu reydlarni Yevropa ittifoqiga tranzit migratsiya qo'llanganligi bilan izohlashmoqda. Muhim eslatma, vizasiz rejim doimo qolish degani emas. Moskva viloyatining Fryazova hududida jamoat transportidagi mojaro fojiali yakun topdi. Avtobus ichida boshlangan janjal tashqarida davom etib, 18 yoshli yigitning o'limi bilan tugadi. Tergovga ko'ra, Emomali Turdiyev tanbeh berganidan so'ng unga qalampirli gaz sepilgani va raketnitsadan o'q otilgan. Shundan keyin pichoq ishlatilgan. Был в шоковом состоянии, адреналин, все такое. И в ходе этого конфликта я применил нож. Manbalarga ko'ra, Emomali Turdiyevni 2 oy hibsga olinganligi haqida aytilmoqda. Bu voqea barchamiz uchun ogohlantirish. Jamoat joyidagi mojaro 1 soniyada qaytmas nuqtaga yetib borishi mumkin. Rossiya Federatsiyasiga 3 oydan ortiq muddatga kelgan chet el fuqarolari uchun majburiy tibbiy ko'rik talablari kuchaytirilmoqda. Davlat dumasi raisi ma'lumotlariga ko'ra, tibbiy ko'rikdan bo'yin tovlaganlar jarimaga tortiladi. Sud qarori bilan deportatsiya ham qo'llanishi mumkin. Eng muhim o'zgarish: tibbiy ko'rikdan o'tish muddati 90 kundan 30 kungacha qisqartirilmoqda. Davlat dumasiga kiritilgan yangi qonun loyihalariga ko'ra, tibbiy ko'rikdan qochish uchun jarimalar oshiriladi. Soxta tibbiy ma'lumotnoma uchun 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish mumkin. Bu javobgarlik nafaqat muhojirlarga, balki qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan klinikalarga ham taalluqli. Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi kengash rahbari Valeriy Fadeyev muhojirlar oqimini org-nabor orqali boshqarish kerakligini aytdi. Bu nima degani? Qaysi sohada ishchi kerakligini oldindan aniqlanadi. Qaysi hududda va qaysi kompaniyada va muhojir faqat shu ehtiyoj asosida chaqiriladi. Bu tartib olib kelishi mumkin, lekin shaffoflik bo'lmasa, muammolar qoladi. 2026-yildan boshlab Samara viloyatida patent asosida ishlaydigan muhojirlar uchun qat'iy cheklovlar joriy etiladi. Taqiqlar sanoat, savdo, xizmat ko'rsatish, ovqatlanish, ta'lim, hattoki farrosh va idora ishlariga ham taalluqli bo'ladi. Ushbu harakatlardan asosiy maqsad patent bilan ishlovchilar sonini kamaytirish, Rossiya fuqarolariga ustuvorlik berish va xavfsizlikni kuchaytirish. Bu minglab muhojirlarning boshqa hududlarga ko'chishiga olib kelishi mumkin. Moskvada harbiy sud general-leytenant Igor Krylovning o'limi bilan bog'liq terakt ishi bo'yicha hukm e'lon qilindi. 30 yoshli O'zbekiston fuqarosi Ahmadjon Qurbonov terakt va portlovchi moddalarni noqonuniy aylantirishda aybdor deb topilib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ushbu ish bo'yicha boshqa figurantlar Ramazan Padiyev, Batuxan Tachiyev va Robert Safaryan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Terakt 2024-yil 17-dekabr kuni Moskva shahridagi Nijegorodiy ko'chasida sodir etilgan. Elektrosamokatga o'rnatilgan portlovchi qurilma portlashi oqibatida Igor Krylov va uning yordamchisi halok bo'lgan. Qurbonov hujumdan ertasi kuni Moskva viloyatidagi hostelda qo'lga olingan. So'roq paytida u qilgan ishini tan olgan va Ukraina maxsus xizmatlari topshirig'i bilan harakat qilganini aytgan. Я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Приехал, потом я покупал самокат, и через несколько месяцев
Приехал вещи для бомбы. Bu ish terrorizm uchun qanchalik og'ir javobgarlik borligini yana bir bor ko'rsatadi. Terrorizm qanday bahona bo'lishidan qat'iy nazar, jinoyat qonun oldida hech kim javobgarlikdan qocha olmaydi. Gruziyada o'zbekistonlik muhojir Faxriddin Suyarov yuksak jasorat va fidoyilik namoyon qildi. 2026-yil 11-yanvar kuni ko'p qavatli uylardan birida kuchli yong'in sodir etilgan. Vatandoshimiz Faxriddin yong'inni ko'rib, hech ikkilanmasdan yonib turgan xonadonga kirgan va u yerdan Ikkinchi jahon urushi faxriysini tashqariga olib chiqqan. Yuqori harorat va hayotiga jiddiy xavf bo'lishiga qaramay, Faxriddin ortga chekinmadi. U keksa ayolni xavfsiz joyga olib chiqib, inson hayotini saqlab qoldi. Bu haqiqiy jasorat. Ko'rsatilgan jasorat uchun Faxriddin Suyarov Gagra tumani ma'muriyati tomonidan minnatdorchilik xati va pul mukofoti bilan taqdirlandi. Novosibirsk shahrida kuchli qor yog'ishi oqibatida savdo markazining tomi qulab tushdi. Gap Naumov ko'chasidagi joylashgan Adayevskiy savdo markazi haqida ketmoqda. Shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, hodisa oqibatida 2 kishi jarohat olgan. Hodisa joyida bir ayol vayronalar ostidan qutqarib olingan. Unga shifokorlar tomonidan tibbiy ko'rik o'tkazilgan. Voqea joyida qutqaruvchilar, tez yordam va maxsus xizmatlar ishlamoqda. Bu hafta migratsiya siyosati yana ham og'irlashganini ko'rdik. Agar Rossiya Federatsiyasida bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshiring, muddatlarini buzmang, tibbiy ko'rikni kechiktirmang. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.